Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislarim, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Xullas, Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsertimiz uchun sotilib turgan bilet kassalari yopildi. Shunga majbur bo'ldik, xullas. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Nima ham deymiz? Chunki biletlarimiz tugadi. Xudoga shukr, biletlarimiz tugadi. Albatta hazil. Biletlarimiz tugagani haqiqat, lekin bu jiddiylik hazil. Uzoqdan keladigan, viloyatlardan keladigan muxlislarimiz uchun albatta aytket uzda ozgincha biletimiz qolgan, bemalol xarid qilishlari mumkin, lekin kassalarda biletlarimiz qolmadi, xudoga shukr. Konsertda ko'rishguncha